69.900 ga Chilonzorda 3 xonali xonadon olsa bo'ladimi aka? Mana ishonmagan edim. Bitta ichini ko'ring. Uyimizga kirib kelishimizni ko'rsanglar bo'ladi mana. Keyingina koridor. Koridordan kirishimiz bilan katta uchun spalni. Razmerlarini ham ko'rishingiz mumkin, kattagina. Remontlari ham yaxshi holatda. O'ng qo'limizda detskiy spalni bo'ladi. Spalnidan chiqqanimizda 3-xonamizda, zalimizda balkon bilan совмещенный bo'lib ketgan. Xohlasanglar balkonga tapchadan qilib eshik oyna qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu sanuzilimiz. Balkonimiz bilan oshxonamiz ham qo'shib yuborilgan. Bitta kuxni mebellar qo'ysanglar, xudo xolasa o'zingizga sharoit qilib zo'r bo'ladi. Kattagina shkaflar ham qo'yilgan. Bu uyimizning lokatsiyasi 15-kvartalda. Ko'chalarni ham ko'rishingiz mumkin. Detskiy plashatka, futbolning polalari ham mavjud. Bu uyimizning 5 qavatli domi 5-qavatida joylashgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda egalarning telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.